birinchi mavzu ras matritsada. Ikkinchi mavzu nafaqat Ulug'bek Qodirov film nomlari. Uchinchi mavzu yopiq, to'rtinchi mavzu EP. Birinchi mavzu RAZ. Ras. 10. Amin Temur qo'shinida xabargiri bo'linmasi mavjud edi. Savol: u qanday vazifani bajargan? Razvedka to'g'ri javob. 20. Ushbu so'z yaramas, jirkanch, maraz. Xato. Razil xato. Xatti-harakat, jirkanch xatti-harakat qabihlik degan ma'noni anglatadi. Abdusattor Tojiboyevning asarida u niqoblangandir. U o'rnidagi bir so'zni ayting. Razolat. Kitob nomida razolat ekan. 30. Klub bu laqabni olishiga sabab libosidagi qora-ko'k ranglar edi. 1908-yilda tashkil topgan klubning laqabini ayting. Nirazuri. Aslida D bor, lekin talaffuzda D yo'q. Tamom. Hammasini talaffuzda olayverasiz. 40. Buxorolik bu inson 1931-yilda Namangan musiqali drama teatriga asos solgan. U kim? Razzoq Hamroyev. 50. U 2012-yilda 77% ovoz bilan koronavirusga hamda Bossa Novani yengib, musobaqaning rasmiy atributiga aylandi. Savol: uning nomini ayting. Brazuka to'g'ri javob. Jahon chempionati Braziliyaning rasmiy to'pi. Ikkinchi mavzu nafaqat Ulug'bek Qodirov filmlarining nomlari. 10. Bosh qahramonlari Sultonov, Abdulla, Hamidilla bo'lgan O'lmas Umarbekovning detektiv romani. O'yin xato. Fatima va Zuhra to'g'ri javob. 20. Deni Didro, uning 1% muhabbat, 99% esa shaxsiyatparastlikdan iboratdir deb aytgan. Terba xato javob. Savol: uni nimaligini ayting. To'g'ri javob rashk. 30. Iyuda Luis Figo, Efi Alt mashhur ular edi. Sotqin to'g'ri javob. Salom. Hali o'rganim yo'q. Roza Yegorovna shunchalik chiroyli va o'z ishining ustasi ediki, 19 yoshidayoq 60 ga yaqin ofitserlarni uning oyoqlari ostiga yiqilishga majbur qilgan. Savol: Rozaning mutaxassisligi nima? Snayper to'g'ri javob. 50. Bu asar rus tiliga 1791-yilda yoqmasa tinglama, yolg'onga aralashma nomi bilan tarjima qilingan. Asar nomi. Baron Myunxhausenning sarguzashtlari. 3-mavzu yopiq. 10. Murtadlar filmida aytilishicha, Zigmund Freud bu xalqni psixoanaliz ta'sir qilmaydigan yagona xalq deb ataydi. Qaysi xalqni? Film ichida aytib ketgan. Arablar xato javob. Lo'lilar yo'q. To'g'ri javob irlandlar. Bosh qahramonning o'zi ham shunaqa edi. Demak, mavzu irlandlar. 20. Bu inson sharafiga Ruminiyada chiqarilgan mittagina pochta markasi kim? Yo'q.
mittagina pochta markasi va Irlandiyaga tegishli bo'lgan ulkan yuk tashuvchi kema nomlangan. Gulliver xato. Savol: bu inson kimligini toping. Jonathan Swift. 30 Irland aktyorlaridan yagona Oscar sohibi bo'lgan bu inson. Liam Neeson? Yo'q. Bu inson dastlab vegetarian bo'lgan. Tommy Shelby roli uchun esa go'sht yeyishni boshlagan. Cillian Murphy to'g'ri javob. 40 sportda uchrovchi uni 1891-yil irlandiyalik mutaxassis taklif qilgan. Bu qo'polliklar sonini kamaytirishga yordam bergan. Savol: ushbu irlandiyalik mutaxassisning familiyasini ayting. Penalti to'g'ri javob. 50 1985-yil may oyida Cape Towndagi klinikaga bir kishi olib kelindi. Uning kasalligiga 53 ta tish cho'tkasi, 2 ta teleskopik antenna, 2 ta ustara va 150 ta bir martalik ustara sabab bo'lgan. Uning kasal bo'lishiga sabab bo'lgan irlandiyalikni ayting. Guinness. To'g'ri javob Guinness. Bu Guinness rekordlar kitobiga kirmoqchi bo'lib shu ishni qilgan. Oxirgi mavzu EP. Oldidan. Hozir kim 50 ni kim oldi? Abdulatif. Hop. Amirxon Yo'ldash -60, Abror Bositov -40, Olomxon Mahmudov -10, Islom Toshpo'lat +20. Cillian Murphy'ni topdi. 30 edi. Undan oldin 40 -16. Ikkinchi mavzuda 40 oldingiz. Shu qolib ketdi. Bar qo'yamiz, bar. 60. Abdulatif 50, Baxtiyor aka 100. Oxirgi mavzu so'z ichra EP. 10 Kun.uzning bu inson haqidagi maqolasi. Kim? To'g'ri. Bilmayapti. 20 ilmiy nomi parotit bo'lgan bu kasallik 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p uchraydi. Epilepsiya. Xato. Tepki to'g'ri javob. 30 dominant belgilar qatoriga kiruvchi ularning ilmiy nomi efalida. 2006-yilgi manbaga ishonadigan bo'lsak, ulardan yiqilib tushish orqali xalos bo'lish mumkin. Savol: ular nima? Sepkel to'g'ri javob. 40 Roman Gomez bir do'sti haqida do'stim va osmon orasida hech narsa yo'q deya ta'rif beradi, chunki do'sti bunday edi. Bu so'z ingliz tilida skin on the top deb ta'rif beriladi. Qaysi so'z yoki bunday o'rindagi so'z? Skeptik xato. To'g'ri javob tepakal. 50 dan oldim. 50 dan oldin Amirbey -100, Islom aka 120, Abror Bositov -60. Qolganlarda o'zgarish. Skandinaviyada o'rta asrlarda shoirlar o'rtasida kuchliroq, yumorli, haqoratli so'zlarni o'ylab topishga asoslangan musobaqa bo'lib turadi. Bu musobaqa hozirgi nimaning o'rta asrdagi versiyasi? Rap to'g'ri javob. Ikkinchi guruh uchun mavzular. Birinchi mavzu aprel, ikkinchi mavzu mehmonxona, uchinchi mavzu initsial T, K, to'rtinchi mavzu so'z ichra son. Soni. Birinchi mavzu aprel 10 ballik savol. Har yili 23-aprel kim? Har yili 23-aprel ispan tili kuni nishonlanadi. Miguel de Cervantes. To'g'ri javob. 20 lotincha bo'lgan bu so'zning ma'nosi
xabar qilinishi lozim bo'lgan narsa degan ma'noni anglatadi. Savol: bizda xabar qilinishi lozim bo'lgan narsa 2023-yil 30-aprel kuni qanday masalada bo'ldi? Konstitutsiyaga o'zgartirish to'g'ri javob. 30. Bir necha yil oldin shu sanada Paxtakor stadionida o'tgan kunlar romanini birgalikda o'qish challenge bo'lib o'tdi. Savol: qaysi sanada? To'g'ri javob 10-aprel Qodiriyning tug'ilgan kunidir. 40 ballik savol. 26-aprel sobiq ittifoqda qora kun sifatida esga olinadi. Birgina 1966-yil shu kuni Toshkentda zilzila bo'ldi va shahar qayta qurildi. Savol: yana qaysi voqea? Chernobil falokati to'g'ri javob. 50. Bu musiqiy guruh 30-apreldan start olib, yurtimizda 6-marotaba bo'lib o'tadigan o'ta qaynoq festivalda chiqish qildi. Diqqat savol: bu musiqiy guruh nomida ko'rishimiz mumkin bo'lgan musiqiy yo'nalish nomini ayting. Jaz. Jaz 30-aprel xalqaro jaz kuni ekan. Ikkinchi mavzu mehmonxona. 2015-yilda O'zbekistonda ilk marta Double Decker avtobuslari qatnay boshladi. Birinchi bekat. Shu qayerdan boshlagan? O'zbekiston mehmonxonasi to'g'ri javob. 20. Shanxayda Vanda mehmonxonasi qurilishi uchun 555 million dollar sarflandi. Mehmonxonada 193 ta xona bo'lib, narxlar 1400 dollargacha davom etadi. Savol: mehmonxonaning qaysi ko'rsatkichi qo'shtirnoq ichida atiga 7 ga teng? Yulduz to'g'ri. 30. 2017-yil Nyu-Yorkdagi Plaza Hotel mehmonxonasi 20 yillik yubiley munosabati bilan Forma. u o'rindagi ismni ayting. Kevin. Kevin degan bilan yasha nomli aksiya qildi. 40. Amerikalik Konrad hashamat va hurmat shioriga amal qiladi. Savol: 20-asr 20-yillardan boshlab AQSh va dunyoning ko'plab hududlarida mehmonxona qurgan Konradning familiyasi? Hilton. Hilton to'g'ri javob. 50. Erkin Vohidov o'zining inson qasidasida uni mehmonxonaga o'xshatadi. Unda mezbon ham, mehmon ham inson ekanligini aytiladi. U o'rnidagi so'z. Dunyo to'g'ri javob. 3-mavzu initsial TK. 10. Mimi Rogers, Nicole Kidman, Penelope, Katie Holmes kabi ayollar uning sobiq xotinlari hisoblanadi. Tom Cruise to'g'ri javob. 20. Jack Brown, manfur kimsalar, jirkanch 8lik, ozod jango. Uni mavzuga moslab ayting. Tarantino kinolari to'g'ri javob. 30. 2026-yil aprel oyida Milliy universitet yaqinida Xayrulla Azadovning kitob do'koni ochildi. Kitob nomi, do'kon nomi Tirik kitob. 40. Birdaniga bir nechta ish boshini tutib, adashib o'rmonda misoli botanik, hamma joyga ulgurmadim deb o'ksinmang, balki siz kech qolgan joy bu X. X ni ikki so'zda ayting. Titanic kemasi to'g'ri javob. 50. 1955-yil 10-mayda Farg'onadagi Mesxeti turklardan biri Veysal og'aning uyida o'g'il farzand dunyoga keldi. Oila farzandga Tohir deb ism qo'ydi. Keyinchalik Tohirdan ham yana bir o'g'il farzand dunyoga keladi va u yurtimiz nomini dunyoga tanitdi. Savol: Tohirning o'g'li Temur Kapadze. Temur Kapadze to'g'ri. Oxirgi mavzudan. Oxirgi mavzudan ballar. Nodirbek aka Zoitov 10, Jasur aka Hamidjonov 40, Jamoliddin aka Usmonov 40, Nurxoy opa Yo'ldosheva 50, Jamshid aka Anvarov 100, Azamjon aka Isroilov 170. 4-mavzu so'z ichra son. Son. 10. Erkin Vohidovning bir she'rida bu yorug' dunyoda mezbon va mehmon u ekanligi aytiladi. Inson. Shunaqa qilib qolibsiz. Neta. 20. Miloddan avvalgi 2333-yilda Koreya hududida ilk koreys davlati tashkil topdi. Choson yoki Jayson to'g'ri. 30.
Formada ism familiya qabul. 18-19 asrda yashagan bu muhandis nomi bilan hozir temir yo'l standart o'lchami atalgan. O'sha odam ism familiyasi. George Stephenson birinchi temir yo'lni yaratishga hissa qo'shgan odam. 2010-yilda britaniyaliklar qaysi xayoliy qahramonni AQSh prezidenti sifatida ko'rishni xohlashlarini aniqlash bo'yicha so'rovnomada birinchi o'rinda qayd etiladi. Doim oq polo, ko'k jinsi shimli bu personaj kim? Simpson to'g'ri javob. Oxiridan oldim. So'nggi mavzu oldiram. Jasur aka Amidjanov 40, Jamoliddin aka Usmonov 40, Nodirbek Zoitov 50, Nurxoy opa Yo'ldosheva 50, Jamshid aka Anvarov 100, Azamjon Isroilov 200. 50. Afg'oniston jonim og'riyapti qo'shig'i qaysi rus guruh tomonidan kuylangan? Doktor Watson, Afg'onistonda jarohat olgan doktor. Keyingi bosqichga Azamjon. Birinchi mavzu iyun, ikkinchi mavzu shaxmat, uchinchi mavzu so'z ichra BB, to'rtinchi mavzu barcha unlilari E. Iyun mavzusi 10, 6-iyun xalqaro rus tili kuni sifatida nishonlanadi. Savol: 6-iyun kimning tug'ilgan kuni munosabati bilan? Pushkin to'g'ri javob. 20. 16-iyunda bu davlatda Bloomsday sifatida nishonlanadi. Qaysi davlat? Irlandiya to'g'ri. Ulis asari voqealari 16-iyunda bo'lgan. 30. 1963-yil 16-iyundan keyin kosmos va birinchi so'zlari uning ismi bilan birga keladigan bo'ldi. U kim? Yuriy Gagarin xato. 1963-yil. Valentina Tereshkova. Birinchi bo'lib kosmosga chiqqan yo'q. 40. Bu hududda 2009-yil 21-iyundan boshlab milliy kun nishonlanadi. Sababi 21-iyun kuni bu hududda kechasi bilan quyosh yo'q olmaydi. Savol: qaysi hudud? Grenlandiya. 50. Taraqqiy 1906-yil o'zbek tilida chiqarilgan ilk gazeta hisoblanadi. Savol: gazetaning birinchi soni qaysi sanada chiqqan? 14-iyun. To'g'ri javob. 27-iyun xalqaro O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari kuni. Eski kalendar 14. Ikkinchi mavzu shaxmat. 10. 2026-yil shaxmat bo'yicha jahon olimpiadasiga shu shahar mezbonlik qiladi. Samarqand to'g'ri javob. 20. 14-asrda ixtiro qilingan unda jirafa, tuya, qarg'a kabi Timur shaxmati to'g'ri javob. 30. Aleksandr urush yillarida turnirlar boshlangan paytda elektr toki o'chirilganligi, hatto shamlar ham yo'qligi haqida yozadi. Bunday hollarda raqiblar navbatma-navbat gugurt yoqishlari kerak bo'lgan. Ushbu vaziyatda gugurtlar X rolini bajargan. Savol: X shaxmat soati to'g'ri. 40. Farzandning toj ko'rinishi fors shohlari sabab paydo bo'lgan. Savol: toj ko'rinishi qaysi qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan biridan andoza olingan? Anor to'g'ri. Erondagi milliy meva. 50. Alisher Navoiy shaxmat o'ynashni bu ishni qilishga o'xshatadi. Husayn Bayqaro 202 marta bu ishni qilgan. Savol: bu ish bilan almashgan so'zlarni ayting. Xato. G'azal yozish. 3-mavzu so'z ichra BB. Double B. Yonma-yon keladi. Yulduz Usmonovaning Muhabbatjon nomli qo'shiq uchun ishlangan
Rustam Saidiyevning klipi keyinchalik kinoga aylandi. Qizig'i klipda ham, kinoda ham bosh rolni Samandar Hamroqulov o'ynagan. Forma film nomi 3 2 xato vaqt. Muhabbat sinovlari to'g'ri. 20. Muhammadjon Rahimovning eslashicha, syomka vaqtida yoz chillasi bo'lgani uchun tizzasi kuyib ketadi. Shuning uchun qozonda o'tirmasdan turib ketadi. Savol: bu inson Abbos to'g'ri javob. 30. Qizig'i 2027-yil 17-aprel kuni bu inson hibsga olinadi. Fransiyadan kelib O'zbekiston siyosatiga qarshi chiqqani uchun emas, mahalla inspektor ishiga to'sqinlik qilgani uchun. Bu haqida u o'zining Erkin millat poydevorida yozib ketadi. Bu inson kim? Tug'ildi Kamoliddin Rabbimov Erkin millat poydevori asari muallifi. 40. Qur'onning Naml surasi 83-oyatida u zikr qilinadi. Eskatologik yozuvlarda quyoshning g'arbdan chiqishi hodisasidan so'ng yuz berishi aytiladi. U nima? Nima jarayon, nima? Kech. Dobbatul arz chiqishi, yer hayvoni chiqishi. 50. Xorazmshohlar qo'shinida qamal mashinalari mavjud bo'lib, dabbobat to'g'ri. Oxirgi mavzudan oldin. Xo'p, so'nggi mavzudan ballar. Mirjalol Jo'raboyev -30, Ismoilxon Yahyoyev -50, Sirojiddin Sirojilov -10, Timur Tojiddinov, Timur aka 10. Hop. Jamshid aka Toshpo'latov 80, Najmiddin Hakimjonov 120. 4-mavzu barcha unlilar E. 10. Qizig'i Real Madrid Liga Chempionov-da City'ga qarshi o'yindan keyin La Ligada bu jamoaga qarshi o'yin o'tkazdi. Qaysi jamoaga qarshi? Elche to'g'ri. Liga Chempionov LC Elche ham shunaqa ekan. 20. 2010-yilda bu klub Mesut O'zilni Real Madridga sotishdan 15 million yevro ishlab oldi. Qaysi klub? Fenerbahçe xato. Verder to'g'ri javob. 30. Bu so'zning ma'nosi noyob, mukammal degani. Xayrulla Hamidovning mashhur ko'rsatuvining nomi ham shunday. Shedevr to'g'ri javob. 40. 14-asrda hukmronlik qilgan bu inson qurgan saroy tufayli hozirgi Qarshi shahri paydo bo'ladi. Kebek to'g'ri. So'nggi savoldan ballar. Mirjalol Jo'raboyev -50, Ismoilxon Yahyoyev -50, Sirojiddin Sirojiddinov +20, Timur Tojiddinov +40, Jamshid Toshpo'latov +80, Najmiddin Hakimjonov 160. 50. Qizig'i u 1972-yilda Prevedenne nomli asar yozgan. U kim? George Perek to'g'ri javob. 1969-yilda Perek yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan unlisi haqida asar yozgan. Bu endi hammasi edi. Mavzular: yakundan asar nomini toping. Nafaqat Yusuf tarix nomlari, choynak, so'z ichra ur. 10. Yakundan asar nomini toping. Formada hammasida asar. O'g'lingiz yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi. Olmota ustidagi o'ris bilan o'tgan kunlar to'g'ri javob. 20. Xudoyim, meni yana 30 yil orqaga qaytar. Poinkare to'g'ri javob. 30. It dahshatli ishlarning guvohi bo'lardi. Basavlat odam sirg'anchiq qalqob it yurak to'g'ri javob. 40. Uning ko'zlarida qayg'u bo'ldi, uning ko'zlarida bayram bo'ldi. O'rtoq Rashidov, biz endi Buyuk Ipak yo'lidan yuramiz. Buyuk Ipak yo'li bizni jahonga olib boradi. Istanbul, Parij, London. Otamdan qolgan. Minus 40.
To'g'ri javob bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Botir firqani gaplari. Illik xuddi it kabi derkan, u so'nggi gapini jarayon to'g'ri javob. Ikkinchi mavzu nafaqat Yusef tarifi nomlari. Yusefdagi tarifi nomlari javob. Azam aka. Prezident. 10. Uyimni sotib bo'lsa ham beraman. Ozodbek Nazarbekov. Loyihani ayting. 3. Qo'shni bo'lsin. Ovoz loyihasiga ketgan pullar uchun shunaqa ma'lumot qiladi. 20. Andijondagi Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida 200 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. Qizig'i shundaki, u yerdagi o'quvchilarning ko'pchiligi shu tumandan ekan. Qaysi tuman? Marhamat. Marhamat, to'g'ri. Muhammad Yusuf o'zi Marhamat tumanidan. 30. Toshkentda joylashgan turli marosim, bazm, to'y tomoshalar. Forma. Harflar tushib qolgan so'zni asl holda ayting. Tantanada. Tantana to'g'ri. 40. Nik Vuychichning kitoblaridan birining nomi Shunday hayot. Nomida shunday so'zda qatnashgan tashkilot bir guruh shifokorlar va jurnalistlar tomonidan tuzilgan. Shunday o'rindagi bir so'zni toping. Qo'lsiz. Xato. To'g'ri javob chegarasiz. Chegarasiz shifokorlar va chegarasiz hayot nomli asar. Illik Kipr davlatida ayrim mashinalarning nomeri qizil rangda bo'lar ekan, nomeri qizil rangli mashinalarni kimlar boshqaradi? Eski do'stlar. Turist. 3-mavzu so'z ichra ur. 10. Buyuk shaxmat taxtasi asarida bu davlatni juda ko'p bora Turkiya deb tarjima qilinganini ko'rish mumkin. Turkiya to'g'ri javob. Inglizchasiga Turkiya. 20. BMTning Vena shahridagi binosi hovlisida Sharqning 4 buyuk olimi uchun haykal o'rnatilgan. Haykallardan birida qo'lida globus ushlab turgan holda tasvirlangan kim? Beruni to'g'ri javob. 30. Ibn Sino Abu Rayhon Berun. 30. Ibn Sino she'rlar ham yozgan desam ishonasizmi? Uning tibbiy she'rlar to'plami Ujuza to'g'ri javob. 40. Uning Holat 420 filmidagi Durga Prasad roli faoliyatidagi yagona ijobiy qahramon roli deb baholanadi. 1000 Amrish Puri to'g'ri. 50. Punxsutawney shahri AQShda har yili shu shahar mashhur bo'lishiga ikkita so'z. Sug'ur kuni har yili fevral oyida shu shaharda bo'ladi, to'g'ri. So'nggi mavzu oldiran ballar. Zibnisa Zokirova +20, Yodgor Begoxonov +20, Muhayya Abdurahmonova +40, Muzaffar aka Boboxonov +40, Sardor Isoyev +30, 10 minus oldi. minus olgan ekan. Bahodir og'a 80. Oxirgi mavzu dengiz. 10. U Bagama orollarining Bimini shahrida yozilgan. Chola dengiz to'g'ri. 20. Ushbu animatsion filmda Qo'noq daydi paraxodning kema jurnali. Nomi. Dengiz itlari to'g'ri. 30. Ushbu asarning muqovasiga Imom Buxoriyning hayot sahifalari deb yozib qo'yilgan. Sohilsiz dengiz to'g'ri javob. 40. An'anaga ko'ra har yili Mo'ynoqda xorijlik musiqachilar ishtirokida Stixiya festivali o'tkaziladi. Xalqaro festival yakunida esa o'ziga xos installyatsiya yoqib yuboriladi. Savol. Installyatsiyadagi 3 ta harfni ayting. 3 2 C to'g'ri javob. C E A. 50 dan. Hop, so'nggi savol oldan ballar. Zibnisa Zokirova 20, Muhayya Abdurahmonova 40, Muzaffar aka Boboxonov 40, Yodgor Begoxonov 60, Sardor aka Isroilov 70, Bahodir og'a 100.
50. Skandinav mifologiyasiga ko'ra, Ragnarok vaqtida Jormungand dengizni shu qadar kuchli tebratadiki, hatto baliqlarda u kuzatiladi. Uni ikki so'zda ayting. Dengiz kasalligi to'g'ri. Milliy bank hisobiga debini Birinchi mavzu davlatni toping, ikkinchi mavzu 8, uchinchi mavzu 1, to'rtinchi mavzu yilni toping. Sayt asosida Formada davlat, mavzu davlat. 2012 yil London Olimpiadasida chim ustida xokkey bo'yicha aynan mana shu davlat sharafini himoya qiluvchi ayol terma jamoasi kumush medalni qo'lga kiritdi. Argentina to'g'ri javob. 20. Bu davlatda bo'lib o'tgan jahon chempionatining maskoti Pike laqabli qalampir. Chili xato. Shu hokimlar aytdi. Savol oxirigacha o'qidimi? Meksika bo'lsa. Meksika to'g'ri javob. Chilida jahon chempionati bo'lmagan. 30. Futbol bo'yicha 2010 yil jahon chempioni Ispaniya terma jamoasi ekanini barchamiz yaxshi bilamiz, lekin bir davlatda 2010 yilgi jahon chempioni sifatida Portugaliya ekanligi qaysi davlatda? Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya to'g'ri javob. Finalga kirishgan. 40. Bu davlatda pishloqni saqlaydigan banklar mavjud. Shvetsariya xato. Italiya birinchi bank paydo bo'lgan davlat. 50. O'zbekistonga Amerika qit'asidan rahbar tashrif buyurganini eshitganmisiz? Diqqat, kutilmagan savol. Kuba. Xo'p. Kuba to'g'ri javob. O'zbekistonda Islom Karimov o'lmadan keyin yagona Kuba davlati motam e'lon qilgan ekan. Boshqa hech qaysi davlat rasmiy motam e'lon qilmagan. Ikkinchi mavzu 8. 10. Yunon tilida 8-oy deb ayting. Sentyabr. Xato. Avgust xato. 20 ballik savol. Inglizlar uni yalqov 8 deb atashadi. Nimani? Minus. Inturinavay. Cheksizlik belgisi to'g'ri javob. 30. Gilermo Ochoa 5 marta jahon chempionatida qatnashgan kam sonli futbolchilardan biri. O'yin uslubi va familiyasi o'xshash bo'lganligi sababli unga shunday laqab berishgan. Laqabini ayting. No, 8. 8 oyoq. Ocho familiyasidagi Ocho ispan tilida 8 degan. Agar siz Google ga X deb qidiruv bersangiz, yor ko'rsatuvining 462-sonida chiqqan 8-mo'jiza. dunyoning 8-mo'jizasi. 50. 2014-yil Qrim voqeasidan keyin 8-7 ga o'zgardi. Savol tushib qolgan harfni ayting. Turunli. Big bo'lsin. Big katta. Yo'q. Tushib qolgan harf dedim-da. G. G yo'q. 8-7 yo'q qolgan, internet pasayib. G8-7 bo'ladi. Keyingi mavzu 10. Shoir Ibrohim Yusupovning o'z xalqini maqtab yozgan she'rida Qoraqalpoq tarixi undan boshlanishi aytilgan. U o'rnidagi shaxsni ayting. Odam ato to'g'ri. 20. 2026-yil 12-aprel kuni Union Berlin futbol klubi asosiy jamoaga yangi bosh murabbiy tayinladi. Diqqat savol. Bu voqea qaysi jihat bilan birinchi bo'ldi? Birinchi ayol murabbiy to'g'ri. Erkak jamoaga ayol murabbiy bo'ldi. 30. 2018-yilgacha aktual bo'lgan savol.
bir o'zbek filmida bosh qahramon qizning onasi yap-yangi po'shnali oyoq kiyimni teshayotgani ko'rsatilgan. Diqqat savol. Bu film nomini tartib son qatnashtirib ayting. Birinchi avgust 1968-yilda Toshkentda tug'ilgan bu ayolning laqabi Qor malikasi. Lena Cheriyazova birinchi bo'lib qishki olimpiadada O'zbekiston nomidan chempion bo'lgan. Illik Leshek Kumar unga shunday ta'rif beradi. U takroran kasallanishdan saqlovchi o'ziga xos vaksina. Michael Jackson esa klassik musiqani o'zi uchun u deb bilishini aytadi. U o'rnidagi ikki so'zni ayting. Birinchi muhabbat to'g'ri. Oxirgi So'nggi mavzu oldidan ballar. Umidjon Sharopov jonsiz 0. Durbek Obidjonov -40. Saidaqor Qayumchov jonli 0. Halilullo Muhammadjonov +40. Muhammad Qodir Ikromjonov +50. Said Islom Ismatullayev 60. Hammaning Mavzu yilni toping. 10. Chelsea klubi so'nggi 5 o'yinda gol kiritmasdan mag'lub bo'ldi. Qizig'i shundaki, oxirgi marta bunday cho'kish aynan shu yilda kuzatilgan ekan. 1912 to'g'ri javob. Titanic cho'kkan yil. 20. Empire State Building nechanchi yilda New Yorkning o'sha qachon? 2001-yilda maqomni qaytarib oldi. 30. Sog'uniyning yozishicha, bu voqeadan keyin Toshkentni ruslashtirish yanada kuchayadi, chunki buning uchun qulay 1966-yil. 66 to'g'ri. Sizlardan keyin ko'plab misollar ko'chib keladi. 40. Aleksandr Navikov To'lagan Soqifni qattiq jarohatlab qo'yadi. Natijada Soqif muhim safarga bora olmaydi. Savol: Soqif nechanchi yilda hayotidagi muhim jarohatni olgan? 1979, Paxtakor 79dan amon qolgan yagona insonlardan bittasi. So'nggi savol oldidan ballar. Umidjon Sharopov jonsiz 0. Durbek Obidjonov -40. Hop, Halilullo Muhammadjonov 40. Said Islom Ismatullayev 60, Saidaqor Qayumchov 70, Muhammad Qodir Ikromjonov 80. 50 ballik savol. Fransua Mariakning so'zlarini eshiting. Men Germaniyani sevaman. Endi mening baxtiyorligim 2 hissa oshdi. Bu so'zni qachon aytgan? 1989. Xato. Uka bor. Xato. Vaqt. Vaqt bo'lsin-ye. O'zim bor. 1949 Germaniya 2 ga ajratilgan yilda. 6-guruh uchun mavzular. Birinchi mavzu choynak, ikkinchi mavzu 11 dan 20 gacha, uchinchi mavzu ari, to'rtinchi mavzu muzqaymoq. Choynak 10 ballik savol. 8-sinfni zo'rg'a bitirgan qiz mehmonlarning chanqog'i bosilavermaganidan kelib chiqib, qaysi film? Suyunchi to'g'ri javob. Katta choynakda javob kiradi. 20. Cambridge universitetining 2 fizik professori uning sirini topganligi uchun nimani? Ikkita so'zda ayting. Minus. Uning sirini topganligi uchun Shnobel mukofotiga tavsiya etiladi. Uni ikkita so'zda ayting. Hushtakli choynak. 30. Xalqimizda o'ziga ortiqcha zeb berib, turli xil taqinchoqlarni me'yoridan choynakni qopqog'i to'g'ri javob. 30. Bir so'zdan harflar tushgan. Choynak haqidagi topishmoqda qorni hammom, burnida g'alvar, bir qo'li bor, u ham bo'lsa orqasida, ini esa boshida ekanligi aytiladi. Harflar tushgan so'zni asl holda ayting.
To'g'ri javob kindik. 50. Savolda almashgan so'z mavjud. Angliyaning Leybern shahridagi choynakka o'rnatilgan yodgorlik Titanic deb nomlangan. Savol: almashgan so'zni asl holida ayting. Javob. Titanic. Titanic to'g'ri. Gazet emas-ku. Ikkinchi mavzu 11 dan 20 gacha. Shu oralig'idagi sonlarga aloqador. 10. O'g'li Mishelning fe'l-atvori yomon bo'lganligi sababli yozuvchi unga o'rnak bo'lish uchun Richardni yaratgan. Diqqat. 15 yosh, to'g'ri. O'sha paytda Mishel 15 yoshda edi. 20. Agarda hammasi ha deb javob ovoz berishganda edi, film 12 daqiqa davom etgan bo'lardi. O'n ikki jahldor erkak to'g'ri javob. O'ttiz. Toshkentda 1982-yilda haykaltarosh Ryabichev hamda arxitektorlar Adamov, Odilov birgalikda ishlashdi. Savol: ularning ishining natijasida paydo bo'lgan monumentdagi raqamni ayting. To'g'ri javob 15. Shoh Mahmudovlarning haykalini yaratgan oila yoki u itti desa ham qabul, ota-onani qo'shganlar. 40. Bir hikoyada talaba qiz bilan kechki ovqatga kelgan professor o'z savoliga olgan javobdan so'ng kayfiyati ancha tushib ketdi. Savol: qiz qanday javob bergan edi? o'n 17 yosh. Bu yerda talaba shu qizni yoshini so'ragan. Qaytariladi. 50. Unga ko'plab sovet shaharlarida haykal o'rnatilgan bo'lib, barchasida haykal yonidagi stulga o'tirib birgalikda rasm tushishingiz mumkin. U kim? Ostap Bender 12 stul asarining bosh qahramoni. 3-mavzu so'z ichra a-r. 10. 2026-yil aprel oyida Moziga qaytib nomli adabiy tadbir tashkil etildi. Savol: bu tadbir qaysi asarning 100 yilligi munosabati bilan tashkil etildi? O'tgan kunlar to'g'ri javob. 20. Qizig'i shundaki, bu ispaniyalik murabbiy oilada ham ikkinchi farzand ekan. Mikel Arteta to'g'ri javob. 30. Uning bolaligida Jennet deb atashar edi. 1412-yil Fransiyaning Domremisida tug'ilgan. Charles de Gaulle xato. Fransiyaning Domremi qishlog'ida tug'ilgan bu kim? Janna Dark to'g'ri javob. 40. Hay mayli kulgu ko'rsatuvda bu qiziqchi haqida ta'rif berib, aholini ro'yxatdan o'tish jarayonida 3 marta qatnashadilar deb aytiladi. Kim? Elmurod Haqnazarov to'g'ri. 3 ta ismi borligi uchun shunaqa qayd qilishadi. 50. Bir serialda xitoylik Wu Jing ismli personajning rasmiy hujjatlarda ma'lumotlari topilmaydi, chunki Wu Jing betta edi. Bettani bir nechta so'zda tartib son qatnashtirib ayting. Oilada ikkinchi farzand. Xitoydagi bir farzand siyosati uchun uni ro'yxatga kiritishmagan. Hop. So'nggi mavzu oldan ballar. Gulshoda Abduqahhorova jonsiz 0, Muhammad Feruz Muhammadjonov -20, Jahongir Hamidov +10, Abdullajon Rahimjonov +30, Rohila Yo'ldosheva +30, Bekzod Abduvahhobov 70. Oxirgi mavzu muzqaymoq. 10.
O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanmani To'g'rimi? bu ishni ayting. Nusxam o'qish to'g'ri javob. 20 javobda ism familiya. Asarda bolaning Odil Yoqubov to'g'ri. 30 Real va Barsa prezidentlari bir futbolchi uchun kurashi tasvirlangan karikaturada u futbolchi Donrumachi ko'rinishda tasvirlangan. Qaysi futbolchi? Donnarumma xato. U futbolchi dondurmachi ko'rinishda tasvirlangan. Muzqaymoqni esa Florentino Perez ilib ketadi. Qaysi futbolchi? Arda Güler. 40 bir guruh mitti odamlar o'zga sayyoradan kelib, bir kvartiradagi xolodilniklarni egallab oladi. Yakunda esa xolodilnikni quyosh sistemasidagi eng yaxshisi ekanligi haqida yozib beradilar. Savol ertak nomini ayting. Shahzoda Plomber. Va so'nggi savol oldidan ballar. Gulshod Abduqahhorova jonsiz 0, Muhatfez Muhojjon -20, Jahongir Hamidov -20, Rohila Yo'ldosheva 30, Abdullajon Rahimjonov 50, Bekzod Abduvahobov 80. 50 Twitter foydalanuvchisining yozishicha, uni ko'rgan kichik yoshli bolakay bu xonim ham men kabi kitob va muzqaymoqni yaxshi ko'rar ekan deydi. Savol uni 2 so'zda ayting. Ozodlik haykali to'g'ri javob. Rohila Yo'ldosheva va Bekzod Abduvahobov keyingi bosqichda. Yarim final uchun mavzular. Birinchi mavzu Italiya, ikkinchi mavzu usta, uchinchi mavzu aeroport, to'rtinchi mavzu so'z ichra i-ni, beshinchi mavzu birning familiyasi, ikkinchisining ismi. Birinchi mavzu Italiya, umummalik savol. Italiya jahon chempionati 2026 ga chiqa olmadi. Hakam va muxlislarni inobatga olmaganda, Italiyadan 3 ta murabbiy jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Diqqat savol, siz ulardan kamida ikkitasini ayting. Xato. Mancini Cannavaro. Roberto Mancini Turkiya bilan bo'ladi. Xato. Roberto Mancini Turkiyaning bosh murabbiyi emas. Men tekshirdim. Turkiyaniki Vincenzo Montella. Vincenzo. Boshqalar vaqt tugamidi? To'g'ri javob. Cannavaro bilan Ancelotti yoki Vincenzo Montella. Ancelotti ham bor, Braziliya. 20 mamlakatdagi bu shahar Italiya Afinasi deb ataladi. Rim xato. Florensiya. 30 Italiya bayrog'ini shunday hozirgi tartibda yaratilishi tashabbuskori aynan bu inson hisoblanadi. U Fransiya va Italiya. Forma? Kim? Napoleon Bonaparte to'g'ri. 40 La Gazzetta dello Sport gazetasi 1909-yildan boshlab uni tashkil eta boshladi. Giro d'Italia. Italiyadagi eng mashhur sport musobaqasi. 50 2000 italyan lirasining orqa tomonida radio minora va telegraf tasvirlangan. Oldida kim tasvirlangan? Guillermo Marconi to'g'ri javob. Ikkinchi mavzu usta, 10 shayton, qora sehrgar kabi variantlar. Qaysi asar uchun variant? Usta va Margarita to'g'ri. 20 qizig'i 2013-yil chiqqan ushbu film fransuz rejissyori Louis Leterrier tomonidan suratga olingan. Agar filmda Ustasi faranglar to'g'ri javob. 30 Robert va Martinlar 1960-yillarda Venn diagrammasining soddalashtirilgan grafikasidan foydalanib, uni yaratishdi. Uni 2 so'zda ayting.
Mastercard logotipi. 40 Abhimanyu Mishra bu unvonga ega bo'lgan Eng yaxshi shaxmatchi sport ustasi. Xato. Grossmeister. Endi to'g'ri. Chunki sport ustasi bilan grossmeister boshqa. To'g'rilab olgan uchun endi qabul qilib olaman. 50 El Clasico o'yinlarini Davron Fayziyev hamda Xayrulla Hamidov sharhlashi haqida post qo'ygan Orif Tolipov ish o'z ustalariga topshirilganligi haqida aytib, ularni ushbu ikki xorijiy so'z bilan ataydi. Initsiallarda aytsangiz ham bo'ladi. Master va maestro ingliz va italyan tillaridagi usta degan. 3-mavzu aeroport 10. Uning me'moriy loyihasi buyuk astronom Mirzo Ulug'bekning Ziji Jadidiy ko'rgani asariga qaysi shahardagi aeroport? Samarqand to'g'ri. Shu kitob shaklida tasvirlangan. 20. Serbiyaning Belgrad shahridagi aeroport bir binosi lampochka ko'rinishida tasvirlangan. Kimning nomida? Tesla to'g'ri. 30. Parijliklar bu joyni Forma. kimning nomida? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle to'g'ri. Kim bo'lardi? 40. Above us only sky so'zlarini qaysi shahardagi aeroportda ko'rishimiz mumkin? Talaffuz bering. Above us only sky. Liverpool John Lennonning Imagine qo'shig'idan olingan parchani yozib qo'yishgan ekan. 50. Ukraina va Andorra davlatlari o'rtasida vizasiz rejim o'rnatilgan, biroq shunga qaramay ukrainaliklar Schengen vizasiz Andorraga bora olishmaydi. Nega? Chunki chiqish uchun yo Ispaniyaga yo'lsam hali nasiga Minus 50. Chunki Andorrada aeroport yo'q. 4-mavzu so'z ichra i n. So'z ichra i n. inna. 10. Dunyoda eng ko'p masjid shu davlatda joylashgan. Indoneziya to'g'ri. 20. Bashe Xitoy mifologiyasida fillarni yutib yuboradigan ulkan ilon hisoblanadi. Forma. Buni eshitgan men qaysi asarni esladim? Kichkina shahzoda. To'g'ri. 30. Karl Linne doim yashil bo'lib turadigan tropik daraxtni ushbu vatandoshimiz sharafiga nomlagan. Kimmi sharafiga? To'g'ri javob Ibn Sino. Ibn Sinoda in bor, Sinoda. 40. Samarqandda Mirzo Ulug'bek rasadxonasi joylashgan xiyobon ro'parasida uning qabri joylashgan. 1869-yil Yitsuvda tug'ilgan bu inson kim? Vyatkin bu Ulug'bek rasadxonasini qoldig'ini topgan arxeolog. 50. Savolda bir so'zdan harflar tushgan. Xitoyda 18-asrda viloyatlarni boshqaruvchi shaxslar min deb atalgan. Min so'zi portugalcha idora qilmoq, boshqarmoq degani. Mandarin. So'nggi mavzu oldidan ballar. Behzod Abduvohobov va Zebinazor Zokiroda jonsiz 0, Muhammad Qodir Ikromjonov -20, Najmiddin Hakimjonov 50, Jamshid aka Anvarov 60, Baxtiyor aka Habibullayev 70. 60-70. Oxirgi mavzu birining familiyasi, ikkinchisining ismi. Birining familiyasi, ikkinchisi familiyadan boshlangan ism. 11. 2025-yil 29-may kuni Jack Grealish va Kevin Danso uni nikoh to'yi bilan tabrikladi. 2. Uning so'nggi roli Jiblajimon yumoristik serialda. Kimlar? Abduqodir Husanov, Husan Sharif. To'g'ri. 20. O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan birinchi inson. 2. George Orwell asarlarini o'zbekchalashtirgan inson. O'zbekchalashtirgan.
Islom Karimov, Karim Baxriyev. 30. Urush davrida 13 bolani asrab olgani uchun 13 yoki 15 bolani asrab olgani uchun qahramon ona unvonini olgan ayol 2 Osiyoning 2019 va 2023-yillarda eng yaxshi futbolchisi. Bahri Akram va Akram Afif. To'g'ri, Bahri Akram va Akram. 40. Birinchisi 2017-yil Shavkat Mirziyoyev uning Burxon nomli samolyotidan foydalanib kelmoqda o'sha yildan beri. 2. Ikkinchi jahon urushi yillarida uni O'zbekistonning ichki marshali deb atashgan. Alisher Usmonov, Usmon Yusupov. So'nggi savol oldidan ballar Zebiroza Zokirova va Bekzod Abduxov jonsiz 0, Muhammad Qodir Kanjarov -20, Najmiddin Hakimjonov 50, Baxtiyor Habibullayev 80, Jamshid Eganorov 90. Yarim final. 51-si Buyuk soddalik nomli g'azal to'plamini yozgan zamonaviy o'zbek shoiri, yagona zamonaviy o'zbek shoiri. 2. U haqidagi intervyu va ko'rsatuvning nomi Tog'li kuyovning nomsiz yulduzi. Intervyumi? Abdulla Oripov, Orif Sultonov. Keyingi bosqichga Najmiddin Hakimjon, Jamshid Eganorov, Baxtiyor Habibullayev yo'l oldi.